Söz Baktаш municipal rayonu başkanlığı yuvasına kandidat Tahtaq Engin Dağapuluna verildi. Президент hurmatlı депутаттар, шақырылған сөйлешті қатынасушыларымыздың біріншіден бек зор етіп рахмет. Шушы яшын тойлау бюллетеніне кіртірге рұқсат бергеніңіз үшін. Мен енді район туған жер yanlış кішінде. Шында тудым, шында өстім дегендей. Шушы жерін яратам, шушы жерден бірді айырыласам келмей, енді мен Qozonda yaşatıqada, Qozonda qalıqada mümkünlükler yeterli idi. Şulay bolacaqdan verilgan tərbiyə, şulay verilgandir idi. Mena tuğan yer yaxın, tuğan rayon yaxın, tuğan avı yaxın. Basular, ikinçilik avul xo'jaligi bu vaqtda endi Ma'arif bilan mal bo'lib ketdim demek kerak. Ma'arif sistemasi bilan тоже bitni qiziqli tarmoqlar kelajak uchun ilning Respublikanın rayonunun yazmışın belgili turgan tarmoqlar deb aytadigan. Shunga ko'ra menga o'zimizning rayonimiz ham o'zimizda ishlov bek o'xshaydi deb aytaman. Ikkinchidan baribir tanish xalq endi ayrilib turadi, ko'pgina joylarda ishlarga to'g'ri keldi dedim. Ular senga tinchgina o'tirib ayirib bermay, bir vaqtda hozirroq endi nasharroq ishlasam edi. Süperler acaba başlasam olsun ya bırakıp da ayırıp verme alaytıp güne oturga bolğanına qanaat etip güne oturga. Bu şu vaqtda işleytiren xalq tanış xalq. Buna göre gene belki gene devlet olarak tanış xalqıdır istenler şu milletlik garip kadarlarını saqlaw boyunca da Amerikanla işleyip bitti. Bu gelecekte ana respublika planında da ehemmiyeti zor bu rayonun bu xalqının deb aytırılan. O'zimga kelganda men bari o'zgardim deb aytaman. O'zimni ilkdan ishim barida shulay ilkdan men ishlamagan kishini tikkina o'tirgan kishini bek unamadim endi respublika programmalari bor har bir rayonga bo'lib berilgan shular negizida har bir rayonda hozir tegiz ravishda olib boriladi deb aytlar kerak. Ham men aytasim kelamiz как-то qo'shish Aqtanish rayoni как бы qo'shish shirindoroqda. Chunki administrativ metod bilan bugün dünyani olib olmay shu vaqtda bizlarda ekonomik rishaklar ishlaygina boshladi deb aytlar kerak. Shunga ko'ra Alloh bersa motorina invest proyektlar kuta bizni Alloh bersa shulay etib turmushga oshirganda bizning o'rtqali o'zgarmaysa kelajakda da Alloh bersa nechik biz ikmat yetishtirdik, nechik avul xo'jaligi produksiya yetishtirdik, biz uni yetishtirashakmiz chunki yana talab bor, masraf bor. Uni nechik yetishtiramiz? Nindi texnologiya bilan, nindi metodika bilan? Bular ansin ikkinchi masala. Nindi bularimizni anda yetishtirishani, nindi sifat bilan, nansin biz sizni bilan birgalab Alloh bersa hal etarga tegishdik ana hisoblaymiz. Nindi formada, turli formalar bo'lib yashab keladi. Shulay bo'lash shularni biz sizni bilan birgalab borib, albatta bada maqsad qo'yib ishlarga tegishli. Shunga ko'ra endi mening tilagim shu komanda bilan, sizning bilan birlikda avul boshliqlari birinchidan qotlayim почти shu sostav bizning avul boshliqlari 9-chi saylandi. Baribir Allohning ro'yi ortgandan orta bir avulning sotsializmini hal etuvda ularni aytganlar. Shunga ko'ra sizning bilan birlikda xo'jalik yetakchilari, ishma предприятиялар yetakchilari bir komanda bo'lib o'zimizning rayon xalqin baribir tag'da aybatrab shohlarda yashatirga deb maqsad shu maqsadni turmushga oshirish ustida Alloh bersa eson bo'lsak, so'ylasak kelajakda da shulay ishlayacakmiz.